Aka 75 milyon beraman bersangiz. Ya undan baland 75 milyon naqd pul beraman. 2013 va 18 millionga oldim. Hech kim olgani yo'q. Nexia 2 turibdi aka. Oluvchi bo'lsa. 14 millionlik Nexia ham turibdi. Olmaydi u narxni. Bala aytma. Mayli aka, bak, qo'lni bering. Xo'p. Siz aytgan pulni olib chiqaman ichkaridan kirib. 2 ga bo'laman. Yarimi sizniki, yarimi meniki. Yoqqan tomonni olasiz. Bo'ladimi teguning? Sizdan so'ramayman. 2 million otib bering, men 59 ga sotuvga qo'yib qo'yaman. 1 million rizqim bilan. Keyin naqd pul beraman, bering olaman men. Kavakka. Ketdi tog'a bosim. Yo'q. Aka, Farhod aka. Kim oladi dedim, olsa sizdan olsin. Faqat 1 million arzon qilaman, 59 ga kim oladi deyman, ichga men 1 million rizqim bo'ladi. Bom baraka. Ketdi baraka. Xo'p. Akalar, xuddi boyaga abzor. Yana ham qaytaraman, Damas oluvchi bo'lsa, eshitsin, mashina olindi, sotiladi. Sentral avtomat. Xo'p, arqa kapot qo'yilgan, fartik, arqa krelo qo'yilgan ekan. Yurgani qanchadi? 205 ming. 205 ming. 19 dagana? 19. Endi sotaman deb kelibsizlar, shu boy gen chiqmasligini bilmay kelibsizlar. Ha, generalni chiqadi deyilgan. Tanishmi, qisqasi men tepasdagi yigit. Ha, beradi. Necha pul deysiz narxini? Nima sizdan o'tgan safar sotib ketdingiz? Yo'q, mayli. 2014 bor edi-ku. 2014 da oldim bilaman. Xo'p, bu 2019. Necha pul deysiz? Sizdan emas. Men xaridor, siz sotuvchi. Bu narx aytmasangiz qiyin-da. Ha? Necha? Buncha narx qayerdan oldingiz siz? Uni ko'tarmay qolishi mumkin-da, lekin. Ha? Forfeit. Shunda sal bir hisobga kirdi. Sizni hisob-kitobingiz to'g'ri kelganda keyin boy hisob-kitob hammasini menga yuklab ketgansiz-da. Olmaydi narxni. 2019 arkasidan normal tekkan ekan. Olgancha menda bo'lmagan-ku, olgancha bo'lgan. Ya, birinchi ega yomon. Siz yaxshi. Emas. Rosa aytgan, menga aytgan, yo'q. Bir taraf bo'lgan dedi, shu o'zim raqam. Qarang, fartik qo'yilgan, kapot qo'yilgan, arqa krelo qo'yilgan. Ha. Olmagan. Arkasidan yaxshi tekkani uchun kesib qo'yib taylaydi. Bak, ismingiz nima edi aka? Sarvat. Sarvat aka 75 million beraman bersangiz. Ya undan baland qiyin. 75 million naqd pul beraman. Shunga bir telefon beraman. 2 kilo yurgan. 19. So'nchilik. Ha, Fartik qo'yilgan. 170. Shunday. Oxiri necha pul bo'lsa berish ko'nglingiz? 80 midi? Aytavering, bir aytaman, savdo bo'lsin, ishingiz hal bo'lsin, bir mushkulot bilan kelgan bo'lsangiz, shu mushkulingiz yechilib ketsin aka. Lekin ularga tasvirlashadi. 75 ga mayli, siz uchun pastdir, men uchun baland. Qarang, necha pul bo'lsa beramiz. Tekislar bo'lsa ham mayli. 80 gami? Yo'q, 80 emas, 100 ga deyapman. Ye. 80 deysiz, 80. Hay, 14 berib ketdik aka, 76. Ya, u bilan buni farqi bor-da. 80 ham tekis, 90 ham tekisda shunga. Tayyorlab 100 ga 70 ga berib ketdingiz 14 ta. Yo'q, 76 bering. 75 olib, 76. Ha. Qarang, To'g'ri. vaqti bilan-da hammasi. Kechagina bugun ekronni o'ynamaydik-ku. Kechagi emas. Aka, berib ketgan vaqtingizga qancha bo'ldi? Do'stim, necha pul bo'lsa beramiz oxiri? 100 lar olmaydi aka. 100 lar jiddingiz juda baland. Bo'ldi, rahmat. 100 lar qiyin, olmaydi. Narxdan video olyapti bo'ldi. Hozirdan ko'ra boya olganim tinch edi. 124 million 800 ga oldim. Shuni yangisini oldim. Kraskasi yo'q, tinig'ini. 124 million 800 ga oldim. Endi buni 100 ga olmaydi-da, 19 buncha joy dabdala bo'lyapti. Yaxshi mashina, bilaman, egasi uchun yomon narsa o'zi yo'q, siz uchun yaxshi, lekin bag'i ham bor-da hisob-kitobda. Bir kelishtiribroq ayting, bir aytib ko'ray mayli. Hozir men ola olmasam ham kimdir olsin, foydalansin. Keling mayli, bir hech bo'lmasa bir 85 million deb ko'raman. Agar oluvchi bo'lsa ko'rsin, bir so'm pul kerak emas. Olgandan ham, sotgandan ham pul so'ramayman. 85 million naqd pulga kim oladi deb ko'raman.
Sal past demang. Ko'ngilsizlik hech bo'lmasa 90 tortmaydi. Mayli. Shunchalar qilingan. Ya aytib ko'raveraman. Pul chiqarganini qilib, ishingiz bittarini ko'ring deyman-da aka. Pul chiqmayotgan baland narx aytib, nima deydi? 200 yillik o'zi yaqin mana. Keva. Hamma ularni qo'yib, yangi bola tushib o'tibmiz. Yaxshi. Sog' bo'ladi. Tayyor mashina. Ha, keva. Siz menga qarang, bir gapirsa aksirmanda bitirmang o'tingda. Men gapirgan paytim aksirib turing aka. Siz o'z bariga ma'qullab qo'yapsiz-da. Tanishmay. Beni bir deganimmi, nima deganim? Qarang. Nech pulda aytib ko'ray? 100 demang lekin. 190 ham balani, men 90 deb ko'raman. 19 kraskasi bunday. O'tib beramiz-da, lekin Qarang, 90 deb aytib ko'ray. Kimdir olsin, pul menga kerak emas. Olgandan sotgandan pul so'ramayman. Qarang, bir kema bilan suzatuvdim, siz yonimdan kelayotgandingiz. Men kemamni to'xtatdim, siz kemangizga o'tib oldim. Siz chaqirdim, meni kemamga o'tmadingiz. Dedingiz balandlik uchun, o'sha uchun bir kelgan odamlar uchun so'rab ko'ray deyapman. 95 ni aytgan, osa oldi bo'lmasa endi. Keyin tushamiz, ha? Bo'ldi. Xo'p, akalar ko'ringlar, 2 kuri yurgan Gentra 2019 avtomat. Oq svet. Kraskasi kapot almashgan, Xitoy kapot qo'yilgan, arqa krilo qo'yilgan, partik qo'yilgan. Qolgan joyi radnoy, 2 kuri yurgan. 90 ham deb aytay birdan, aytganga yarasha 95 deb nima kerak, olmaydigan narxda aytdim. Aytdingiz-ku, o'tib beramiz dedingiz-ku. Bo'ldi, 95 million bo'lsa sotaman deyaptilar. Hozir 5-10 ming tursalar 90 ga keyin ko'naganlar. Birinchi 95 ga oluvchi bormi? Shunday deb gaplashdik-da. Rais bu taqalganini ayting, kesilgani bu. Tamam, 1 so'm tushmayman deng. Kelishiladigan bo'lmagan gap bu. Kesilganini ayting, tamam, 1 so'm tushmayman deng, bo'ldi. 93 bersan. 90 deb ko'raylik. 93 million bo'lsa beraman deyaptilar, akalar. Oluvchi bo'lsa ko'rsin. 2019 avtomat Gentra. 2 kuri yurgan, men tepasi. Qarang, ko'pchilik men oldimga iymanadimda, iymanadi. O'sha uchun men hozir mashina olgan bo'lsa, keyingisini savdo qilib turaydim. Ichkari olib turaman, turib turing, ketib qolmang, xo'p, birdan chiqib. Agar savdolashgan kelsangiz, yana chiqib savdo qilib yuraman. O'zi aytadi, o'sha. Hoy, To'xtangiz, to'g'ri. nima qiladi? To'xtang. Shuni oldidan bitta olib berak. Uzun olsam. Hozir mashinalarni kelmadi. Ha? To'g'risi sizni bir ko'rib, Ya, omon bo'ling. Festivaldan yurgim kelmadi. Birinchi haqqa aytish kerak, keyin birato'lar yurib, Qashqadaryo o'tib akmalni. Ya, omon bo'ling, omon Men bo'ling. ko'p haqqingizni duo qilaman. Rahmat, rahmat. Bitta aytilmaydi. Shunday aka. Ochinglar. Bular tipet ustachi. Qon nasib bo'lgan ekan, ha? Nomlari bilan Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alloh yaxshi. 2001 soni siramlar, Lux Biskansalar. Hop. 3 metr ham qo'yilgan ekan. Kimdan olmayapman mashina aka? O'zingiz nomingizga? Generalni chiqadi. Koson tumani. Nech pul deysiz? Ko'rib shu endi Men xaridor, siz sotuvchi. Bir narx aytsangiz kelishib ketaylik. bizda qancha balandmiz shuncha yaxshi. Nech pullar? 14-15 lar xayol qilib kelyapsizmi? Nech pullar xayol qilib kelyapsiz? Bilmasam, ichizdagini topolmayman-da. Nech pul mana? Ayting qani. 30 million. Nechi? Nexia 1 yoki Nexia 1 yozilgan bunga? Nexia yozilgan. Kelishtirayapti, nima aytyapsiz? Ya, unday narxlar olmaydi. Bilaman, endi hammam savdo narxini bilmaydi-ku. Endi siz sal baland aytib qo'yapsiz-da. Unday narxlar olmaydi bular. Sal kengroq o'tinglar mana bu. Unday baland narxlar olmaydi. Chin-chinakida. Sotmoqchisiz kelishtirib bering, olaman mayli. Lekin hozir siz aytgan narxlar juda baland narxlar. 2013 bor, 18 millionga oldim. Hech kim olgani yo'q. Nexia 2 turibdi ekan. Oluvchi bo'lsa. 14 millionlik Nexia ham turibdi. Olmaydi u narxlar. Bala aytmang. O'zingiz biron nima deyman?
Mayli aka, mang. Qo'lni bering. Yo'q. Xo'p, Yo'q, Xo'p, bo'lmaydi. xo'p. Siz aytgan pulni olib chiqaman ichkaridan kirib. 2ga bo'laman. Yarimi sizniki, yarim meniki. Yoqqan tomonni olasiz. Bo'ladimi? Bo'lsa 15 million naqd pul beraman. Bering olib qolaman. Tortmayman. Nech pul edi ko'nglingiz? Men olmasam shu yerdan birorta olar. Ishingiz bitib ketsin aka. 20 dan deb bas. Bo'lmaydi, so'ra. Hech bo'lmasa 20 million so'rayapti deb yigit. 20 olmaydi. Mayli bir ish qilib ko'ramiz. Ismingiz nima edi? Vaqt aka. Keling bir 20 millionda aytib ko'raman. Kimdir olsa ham menga pul kerak emas, xo'p? Olgandan ham sotgandan ham pul so'ramayman. Xo'p, akalar ko'ringlar 2001 soni Strambular Lux bez konditsioner Nexia 1. Polni asist bo'lgan, lekin chirik joylari yo'q, polni ishlangan. Oppoqqina chiroyligina turibdi bunday qaraganga. Metan gazi bor yurgani. Bilmayman. Bedara yurgani qisqasi. Shu Nexia. Metan gazi bor. 20 million bo'lsa beraman deyapti. Ega mana o'zini nomi ekan yigitni. General davini chiqadi. Ichimizga 20 millionga oluvchi bormi? Nexia 1. Olasizmi? Qayerdan sizniki? Samarqand. Samarqanddan mana. Ko'rdingizmi? Aytib ko'ring dedimki. Olishadi. Samarqand qayerdansiz? Nurobod. Nuroboddan. Rozisiz a? Abzorini eshitdingiz. Bu yigitga hech qanday da'vo qilmang. Pol mikraska. Men roziman. Oling. Buxoro, Samarqandga qoplavera. Mana qarang, rozi bo'lib bering mana shu yigitga. Xo'p? berasiz. O'zini nomi. Ketdilar aka. Hech qanaqa muammosi yo'q. Haydab chiqib ketaveringlar, bo'ldi. Bo'ldimi? Omon bo'ling. Omon bo'ling. Ochingizman lekin. Ha? Obunachimizman. Obunachimsiz? Ya, bosing aka meni. Ya, aka to'g'ri kelsa bosaveringlar. Menga ham to'g'ri kelmaydi. Nexia 1 sotildi. Hozir boramiz. Bu yerga kelib vaqtim ketdi. Yetib keldi. Ya, indamang chiqaraman. Kraskalar savdo olmishga yurgan Ujram olar. Xo'p, qani nima aka? Amaki, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Omonmisiz? Salomat bo'ling. Damas. Kengroq turinglar aka. Sotamizmi? Yangi Nechta bilan sotamiz? tushira olmayapti. Bu qancha? 75 deymiz. Sizlar mulojiringiz va odamlar arasida. ko'rmagan ekanmiz. Eski aka, moshin bozor bergan vaqtni atdi. Endi aytganga ham chiroyli ayting-da, unday baland aytmayman-da. Unday yo, hech bo'lmasa olmish so'rading. Yo, olmish so'rading. Yo'q. Haqiqatan ham uni olmish olib bo'lmaydi. Aytilishini olmish deb turing. Qancha yuradi? Olmish turing. Kraska? Toza. Toza. Bitmasa ham yo'q. Xo'p, jammaga qarab chiqinglar. Yaxshi turibdi ekan-a holati. 40 sirig'i yo'q. Chiqolpolik 40 sirig'i yo'q-da. Narxi olov. Endi Samarqanddan bir ikkita odam kutamiz. Balandroq aytib ko'rsa ham olib ketishak. Tavba. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Omonmisiz? Moshin yomon emas, yaxshi, amaki, zo'r. Faqat narxi ayb katta. Narxida. Moshinga ayb yo'q. Men ayb ko'rmadim, mashina zo'r. Faqat narxini ko'ngli sal baland ekan. Bidiz baland. 23 Damas'miz. 24 misol 60 gacha olaman-da. Mashina sostavidagisi. Bu 2023-yil. Toza, yo'q, mashinga ayb yo'q. Men mashin haqida hech qanday vapros yo'q, savol javob yo'q. Narxi amaki ozroq tortishadigan joyi bor edi. Xafa bo'lmang. Didiz baland, narxlar ancha tayyorlangan. Ko'p turmay Instagramda. Juda bir baland narx so'rab ko'raymi? Men o'zim uchun, savdom uchun. Lekin gap sizga berish bermasligingiz. Men qo'lda beraman. Bo'ladi siz naqd 55 million beraman. Kammi. Ko'nglingiz necha pul oxirini ayting qani. Bo'ladiganini qilib. 65. Ya olmisham dengda bir gapim bor sizga aytaman. Hech bo'lmasa olmishding, ishoning, men sizdan past narsa aytmayman. Men buni ichaman har kuni amaki. Sizni aldab qo'lingizdan olib qo'yish niyatim yo'q. Yo bo'lmasa olib 5-10 million qo'yib sotish niyatim yo'q. O'zini pulga sotsam menga uni qizig'i yo'q.
Shu kunim yaxshilik qilsam ham o'tadi, yomonlik qilsam ham. Uyimga uxlasam ham, uxlamasam ham. Siz olmishding, bir gapim bor aytaman. Oldin siz ayting, keyin men gapimni aytaman, amaki. Shuni turmas. Olmishga xata deng. Aytolmayapman-da gapimni. Ayttirgisi kelyapti, meni ham aytgim kelyapti, siz u gapni aytgisi kelmayapti. To'g'ri kelyapti. O'zi boryapti. Amaki. Xo'p. Farhod aka o'ziz-a, Farhod aka. Muborakdan keldingizmi? Dedi salgina baland ekanda Farhod aka. Xo'p, keling bir 60 millionga kim oladi bir aytib ko'raman. Realnigining plyus kerak emas. Olgandan ham sotgandan ham. Xo'p, akalar Damas olaman deb kelgan odam bormi ichimizga? Agar Damas olaman deb kelgan odam bo'lsa, abzorini eshitsin aytaman. Aybini ham, yaxshi tomonni ham, yomon tomonni ham aytib ketaman. Buni yomon tomonini ko'rmadim, yomon tomonni oxiri aytaman. 2023-yil xo'p 68 ming yurgan, metan qo'yilgan, baloni bor, chexol polik qilingan. Yomon tomoni 60 million bo'lsa beraman deyaptilar. İçimizga 60 millionga oluvchi bormi? 2023 Damas. Bir kurik ham yurmagan, yaxshi turibdi sostanasi lekin. 67 ming yurgan. 67 ming yurgani kam ekan. Farhod aka, mashina yaxshi, zo'r. Bormi ichimizga oluvchi? Farhod aka, bitta guring aytaymi? 55 so'radim, bergisi kelmadi-ki. Endi past deyapsiz endi. Olgunizcha pul qo'shmaganman, bilaman aka. Bularning narxi balandida olgan. Normalni pulga olingan. Savoz, nariroq gaplashing, savdo qila olmayman. Qimmat olgansiz, bilaman, pul tikmaganman, uni ham bilaman. Lekinchalik ham sal baland aytibsiz-da. Narx-navo hozir bitta sizning mashinangiz emas, Farhod aka. Hamma shunday. Ko'pga kelgan to'y. Endi bu degani almashdan boshqa. Mayli, almashtirganingizcha bir maza qilasiz. Almashtirganingizcha maza qilasiz. Farhod aka, bir narsa so'rasam o'zim uchun. Mashinani narxga olaman. Kim oladi deb baqirmayman. Ana 60 millionga kim oladi deb baqirdim, eshitdingiz. Hech kim olmadi. Lekin hozir endi bir so'm bo'lsa ham farq bo'lishi kerak, nimanidir, nimadandir. Mayli o'zimga qolsin, baland olaman, lekin mashinangizni olgim keldi, Farhod aka. Aka, bitta guring, ko'p narsa so'ramayman. 2 million otib bering, men 59 ga sotuvga qo'yib qo'yaman, 1 million rizqim bilan. Do'rnar bo'ldi lekin. Naqd pul beraman, bering olaman men. Tavakkal. Ketdi sog'a bo'lsin. Yo'q. Aka, Farhod aka, kim oladi dedim, olsa sizdan olsin dedi. Faqat 1 million arzon qilaman, 59 ga kim oladi deyman, ichga meni 1 million rizqim bo'ladi. Bom barakas. Ketdi baraka. Xo'p. Akalar, xuddi boyaga abzor. Yana ham qaytaraman, Damas oluvchi bo'lsa, eshitsin, mashina olindi, sotiladi.